Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, podpисчиклар. Ancha bo'ldi video qilmadik. Mana shu 28-may oyidan beri videomiz chiqib qolyapti. Stroykamiz pokazlar uchun bu 4-qism videosi. Bugun boshlandi. Krishasini asta urayotir. Ertanlar уже pashti bo'lishi mumkin. Videoni oxiriga qadar ko'ringizlar. Like esdan chiqmasin. Hammaga omad, marhamat, videoni tomosha qilinglar. Pulni ishkersini ham olib o'tkazamiz. Ana shunday stroykamiz davom etyapti. Ishkeriga kirdik, hurmatli tomoshabinlar. Mana polni urib tayyorlab qo'ygan. Endi karkas перегородкalarini kirishadan keyin qiladi ekanlar. Mana shunday stroyka bo'layotir. Nereden cherdakni nima bo'ladi ekan? Xod cherdashni. Mana shunday bo'ladi. Hali video olib ketaveramiz. Derazalarga taxtalarni jugurtib qo'yibdi. Mana shunday qilib, mana ko'rinmaydi. Mana derazani ham olib kelib qo'ygan. Olib kelib qo'ygan hammasini ustini javob olgandan keyin o'sha derazasini qo'yadi ekan. Перегородка hamma bo'ladi. Nasibda video qilaveramiz u yog'ini. Mana shunday sirtqi taraflarga video qilay, orqa tarafini. Yo'l tarafdagi vaqt mana shunday darvoza. Shunday kirib keladi ekan. Mana shu chiroyli uy bo'lyapti. Polni keyin nima qilib kraska uramagan. Ishqilib mana shunday uy bo'lyapti. Arqa tarafi bilan arqa qismi uyning taxtalari urib tayyorlab qo'ygan. Hurmatli tomoshabinlar.